Yilning eng yaxshi teatr yosh rejissyori. Mardonov G'ofir Abduvaliyevich. Olqishlaymiz G'ofirjonni. Husanov Rustamjon Ravshanjon o'g'li. Xolmo'minov Asqar Sayfullayevich. G'olibni taqdirlash uchun sahnaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarashevani taklif etamiz. Qartagilar. Monitorga qaraymiz. Husanov Rustamjon 157 ball bilan. Rustamjon, keling. Qani Rustamjon. Hayajon, tabassum. Qani olqishlaringiz? Teatrning yosh rejissyori. Tabriklaymiz. Biz jamoamiz bilan birgalikda mana 30 ta aktyor aktrisalar bor, yosh havaskorlar, ularning orasida uyushmagan yoshlar bor, o'quvchilar, talabalar bor. Ular bilan biz birgalikda shu yili 4 ta asarni sahnaga olib chiqdik. Ularning orasida shu yozda yoshlar qurultoyi bo'lib o'tdi. Shu qurultoyda men viloyatimiz nomidan delegat sifatida ishtirok etdim. Shunda men prezidentimizni bizni shunchalik yaxshi ko'rishlarini, bizga e'tirof, bizni e'tibor qilib, bizni yuksaklarga ko'tarishlarini ko'rib turib, o'zimga o'zim ko'p savol berdim. Men nima qilib yosh rejissyor sifatida o'zimni nima bir javobini qaytarsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi degan savollar menga tinchlik bermadi va poyezdda qaytayotib o'ylab keldimki, shu kelajak bunyodkori nomli kompozitsiya tayyorlashni 3 oy mobaynida ishlab shuni tayyorladik va keng jamoatchilikka, barcha tashkilotlarga namoyish qildik. Kelajak bunyodkori nomli kompozitsiyamizda barcha yoshlarni, barcha sohada faoliyat yuritib borayotgan yoshlarni, quruvchilar, san'atkorlar, hamma yoshlarni ular nima bilan shug'ullanyapti? Ularni kelajakda nima kutyapti? Biz qanday munosib farzand bo'lishimiz kerak yurtimizga? Ana shunday bir savollarga javob beradi kompozitsiyam. O'z g'ayratim bilan, mehnatim bilan yurtimiz rivojiga o'z hissa qo'shishga va'da beraman.